Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Bugungi video darsimiz 31 yoshgacha bo'lgan yoshlarni xalqaro IT sertifikatlarini olish xarajatlarini 40% qismini qaytarib olish bo'yicha ariza yuborishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga sertifikatlarimiz kerak bo'ladi hamda admin tomonidan yuborilgan shartnoma va to'lov kvitantsiyasi. Demak, bu fayllarni xuddi men ko'rsatgandek qilib birlashtirib olishimiz kerak. Mana bu sertifikatlarimiz, ikkita sertifikatlarimizni birlashtirilgan holati hamda sertifikatlarimiz plus shartnoma hamda eng oxirgi sahifamizda to'lov kvitantsiyasi. Demak, shartnomamizni eng oxirgi sahifasi, ya'ni mana bu ko'rinib turgan, sizlarga ko'rinib turgan sahifani chiqarib olasizda, mana bu yerga imzo qo'yishimiz kerak. O'z shaxsiy imzongizni qo'yib, mana shu ko'rinishda, mana shu tartibda demak birlashtirib chiqamiz. Demak, birinchi o'rinda sizlarga sertifikatlarimizni yuklab olishni ko'rsatib o'taman, so'ng fayllarni birlashtirishni ham ko'rib chiqamiz. Demak, sertifikatlarimizni yuklab olish uchun certiport.com saytiga kiramizda o'z login parolimiz orqali kirishni amalga oshiramiz. Login parolim sizda albatta bor. Demak, testga kirishingizdan oldin admin tomonidan sizga taqdim qilingan tizimga kirish. Mana tizimga kirib oldik. So'ng mana shu bo'limga o'tasiz. Ikkinchi bo'lim. Bu yerdan esa mana PDF ko'rinishda saqlab olishimiz mumkin. Demak, bu sertifikatimizni birinchisi. Mana bu ikkinchi sertifikatimiz hisoblanadi, ya'ni baho hisoboti. Bosamizda yuklab olamiz. Demak, sertifikatlarni yuklab olganimizdan so'ng birlashtirishni ko'rsatib o'taman. Birlashtirish uchun ilovepdf.com saytiga kiramiz. Hamda mana PDF ni birlashtirish faylni tanlaymiz mana bu yerda. Mana birinchi sertifikatim. Plusni bosib ikkinchi faylni tanlaymiz. Mana bunday surish orqali demak buni joyini o'zgartirishimiz mumkin. Mana bu sertifikatimiz demak birinchida kelsinmi yo ikkinchida kelsinmi, buni biz bemalol joyini almashtirishimiz mumkin. Shu holatda demak PDF ni birlashtirish va birlashtirilgan PDF faylni yuklab olish tugmasini bosamiz. Mana yuklandi. Xuddi mana bu holatda hozir biz o'sha sertifikatlarimizni birlashtirib oldik. So'ng ikkinchi mana bu faylimizni ham shu tartibda men ko'rsatib o'tgan sayt orqali birlashtirib olsangiz bo'ladi, qiyinchiliklarsiz. Mana shu ko'rinishda. Demak, ishimizning asosiy qismi, ya'ni ariza berishni boshlaymiz. Ariza berish my.gov.uz platformasi orqali amalga oshiriladi. Kirishni bosamiz. Login parolni kiritamiz va kirishni bosamiz. Mana kirib oldik. Mana bu yerga yozamiz. Demak, yoshlarni deb qidirsak, yoshlarni xalqaro IT sertifikatlarini olish xarajatlarini qoplab berish bo'yicha ariza yuborish. Shu yerga bosamiz va xizmatdan foydalanish. Mana demak, biz birinchi bosqichimiz arizachi, ya'ni shu joyga e'tibor berishimiz kerak. Ushbu talabgorlar 31 yoshga to'lmagan bo'lishimiz kerak va sertifikat olganimizga 60 kundan o'tmagan bo'lishi kerak ekan. Shu talablarni bajargan holda ariza yuborishimiz mumkin. Mana 60% gacha bandini tanlaymiz va keyingisini bosamiz.
hududni tanlaymiz, o'z yashash joyingiz albatta. Mana bu yerda esa o'zingizga tegishli bo'lgan plastik karta raqamini kiritasiz. Bank nomi ushbu plastik kartangizga yozilgan bank nomini yozasiz. Mana bu yerda bank kodi. Demak, bu ma'lumotlarni biz internetdan bemalol olsak bo'ladi. Internetdan ipoteka bank kodi chiqadi. Mana bu yerdan ipoteka bank kodi. Jizzax viloyatini tanlaganman. Hamda bank tranzit raqami. Bank tranzit raqami plastik kartamiz humomi yoki uzkart, shunga e'tibor berishimiz kerak. Demak, humo bo'lganligi uchun xo'sh, mana buni tanlaymiz. Nusxalab olamizda joylashtiramiz. Bank stir raqami. Bank stir raqami mana bu. Demak, telefon raqamingiz, o'zingiz ishlatayotgan telefon raqamini kiritasiz va elektron pochta. Keyingisini bosamiz. Mana bu yerda xalqaro IT sertifikatni olingan sanasini kiritasiz. Olingan sanasi. Olingan sanasi mana bu qismda bor. Mana 2-mart 2025-yil. Kiritasiz va ushbu sertifikatni taqdim etadigan tashkilotni tanlaymiz mana bu yerdan. Microsoft Corporation. Sertifikat nomi, ya'ni MSE, Microsoft sertifikat edikator. O'shani tanlaymiz. Xalqaro IT sertifikat uchun sarflangan mablag'. Demak, mablag'ni biz qayerdan ko'rib olishimiz mumkin? Mana bu yerdan ko'rib olishimiz mumkin. Mana 1.320.000 so'm to'lov qilganmiz. 1.320.000 so'm. Valyuta turi, demak, O'zbekiston so'mi. Ana endi boya biz tayyorlab olgan faylimizni mana shu yerga joylaymiz. Xalqaro IT sertifikat nusxasini yuklang debdi. Demak, faylni tanlaymiz. Bitta bosamiz, yuklandi. Ikkinchi faylimiz esa mana shu fayl. Mana sertifikatlar hamda shartnoma va to'lov haqidagi ma'lumotnoma. Bosamiz mana. Va yuborishni bosamiz. Shu yerda ham bir yuborishimizdan oldin bir tekshirib olishimiz mumkin. Kiritilgan ma'lumotlarni biz to'g'ri kiritdikmi yo noto'g'ri kiritdikmi? O'shani tahlil qilib olishimiz mumkin va yuborishni bosamiz. Mana shu holatda turadi. Demak, arizani yubordik. Endi biz mana 3 ta bosqichdan o'tish jarayonini kutishimiz kerak.